Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Roosevelt Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslahı 2020 yıl 9. ayının 24. günü haftaga Perşembe. Vaziyet doğrusu gap kılsak, vatandaş bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi tunigan yani 23. günü Amerika'nın Wisconsin ştatida ştatlık parlamento nutq so'zlab Jungo meselesi to'g'risida to'xtaldi. Ondan keyin yana vaziyat tunigan biz sizlarga so'zlaganligimizda Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasining a'zosi Tatyaxoning Uyg'urlar to'g'risida, ya'ni Uyg'urlar to'g'risida Xitoy hukumati e'lon qilgan Oqtoshliq kitobda tahlil qilib, shuningga asoslanganda dedi Tatyaxo, hozir 8 million Uyg'ur nazarband qilindi. Endi bugun sizlarga ikkinchi bo'lib Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rin tadqiqotchilarining Uyg'urlar to'g'risida e'lon qilgan tadqiqot yoki jazo lageri to'g'risida e'lon qilgan tadqiqotini leksiya qilib so'zlaymiz. Avval birinchi bo'lib sizlarga davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning nutqini anglitamiz. Mavzu mundaq: davlat ishlar kotibi Mike Pompeo shtatlar parlamentida nutq so'zladi. Jungo Kompartiyasining Amerikada yerlik hukumatlarga ta'sir ko'rsatishga qarshi turishga chaqiriq qildi. Mustabid hokimiyatlar aqlli Amerika xalqining aqlidan olqib o'tolmaydi deb ko'rsatdi davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Bu xabar mundaq boshlandi. 9. ayning 24. kuni Amerika ovozida bu xabar mundaq boshlandi. Washington davlat ishlar kotibi Mike Pompeo haftaning 3. kuni, yani 9. ayning 23. kuni Wisconsin shtatida shtatlik parlament a'zolariga nutq so'zlab, Jungoning xarajlariga qanday taqobil turish masalasi bo'yicha to'xtaldi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi: Jungo rahbarlari biladiki, Amerika Federatsiyalik hukumat hozir Jungo Kompartiyasining ta'siriga taqobil turibdi. Shunglashqa ular, ya'ni Jungo Kompartiyasi nishonni Amerikada har qaysi shtatlik hukumat qatlamiga qaratdi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Amerikada shtatlik qonun chiqarish komiteti a'zolariga bu ishga munosabatlik hushyorlikni saqlashni, Amerikaning manfaatini qo'g'dashni chaqiriq qildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi: har qanday mustabid siyosiy hokimiyat aqlli Amerika xalqining aqlidan olqib ketolmaydi. Wisconsin shtatining shtat boshlig'i Roger Rothning taklif qilishi bo'yicha davlat ishlar kotibi Mike Pompeo shtat parlament binosida Jungo masalasi bo'yicha nutq so'zladi. Wisconsin tarix jamiyati hamda partiyasida qonun chiqarish material idorasi mundaq ko'rsatdi: davlat ishlar kotibi Mike Pompeo birinchi bo'lib Wisconsin shtatida parlament zaliga yetib kelgan davlat ishlar kotibidir. Prezident Trump ma'muriy doiralarning tashqi ishlarga mas'ul yuqori darajalik amaldori sifatida davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Amerikaning o'rta qismidagi bu shtatda saylov mezgilida talash tortish qiladigan bu shtatda Wisconsin shtatida paydo bo'lishi davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning ba'zi kishilarning diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq dedi: men bu yerga kelishdan burun nurg'un kishilar menga chaqchaq qilishdi. Darvaqa Washingtonda siyosiy matbuotlarda ba'zi kishilar mundaq deyishdi: bu yerda siyosiy matbuotlardagi sal ta'na qilayotgan bo'lsa kerak, mundaq deyishdi: davlat ishlar kotibi
Mike Pompeo'nun Wisconsin ştatıga berişi zade neme üçün? Bu bir devlet emas, men bilemen. Bu bir ştat. Cumhurbaşkanı xadimleri ştatlık parlamentinin Cumhurbaşkanı partiyasını mədihleydiğen karar maqullaşığa orunub görmekçi oldu. Gördünüz mü? Çünkü ne? Devlet ştakatı Mike Pompeo mındak görsetti. Bu yerde yüz bergen eş hem de ştatlık parlament azaları kılgan işler men üçün hem de Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi üçün intayin mühim işlerdir. Bu yıl 2. ayda yüz bergen işini alayda tılga aldı devlet işler katibi Mike Pompeo. O çağda jukumluk virüs Cungo'da partlap bütün yer şarkı tarqalışqa başlagan. Cungo'nun Chicago'da turuştuq başkonsulxanası müşahidil toxtayımız vatandaş bu sel uzunrak makalı, uzunrak notuk devamını sizlerge eti anlatımız vatandaşlar.